Я буду жить воровской. It's alright. Aka, yolg'iz tar ekansizmi? Yordamingiz kerak. O't qopim ishlamayapti, keyin kelasan. Aka, aytgan pulingizni beraman. Ketdik. Ambulatoriyaga admin qilgani ketdik. Karton 60. Rahmat seni. Hormanglar, qangalatgan keldik. Sallami biratishgan telefonni olib qo'ygan. Tushunmadim. Tushuntiraymi? Beshik tebratar uslubi. Cho'q. Aka! Ko'zim. Ay, aka bo'ldi. Telefonni chiqar, Qo'pinjon. Mana aka. Acha. Aka, uzr. Bizani ham ish hal qilaylik. Ishlaringni hal qilib beraman. Idishda vodni yuvib olay. Ha, onasini emsin. Mana shunaqa payt kerak bo'lib qolaman. Boshqa payt itam eslamaydi. Spider-Man! Ha, hozir boryapman, shallaqlik qilaverma. Ha, ona endi. Ha, mana yoshlarga aytaman, qazi yeb turish deyman. Tezroq boray desang, baland bino ham yo'q. Shaharga bir kicha shaharga. Aka, ketdik. Ha, chaqaloq kutib ketasan raddumga. Mo'mingizni qutqargani ketyapti. Amaki chetga to'xtab boring. Spider-Man! Ambulatoriyaga admin qilaman, qo'yib yuborish qizni. Alo, xotin. Qaytasiz? Ha, mayda bitta qiz qutqaring deb baqirib, dashingga kelgandim qutqarga. Qiz bola desa uchib borasiz, tez uyga keling. Xo'p bo'ladi, xotinjon. Meni qutqar. Ay, yo'qol, Betmenga ayt. Meni oilamni tinchligi kerak. Boryapman, xotin, boryapman. Ajicha kechroq boraman, ko'chaga radar qo'yib tashlabdi-da. Bo'ldi. Batman! Ya, bu issiqda ishlamayman. Sizlarda ham issiqmi? Aka, issiqda nima qilyapsan? Kuyib ketasiz, kiring uyga. Bechora bola soyaga ulgurmayapti. Yana kimdir yonyapti. Mo'ylab yonyapti. Xotin, hech kim ko'chaga chiqmasin. Bolalarni ham ko'chaga chiqarma, dam o'tib qoladi, ichga ketib qolmasin. Bitta qaynaqqina ko'k choy damla ichamiz. Mahallani obodonchiligiga qarash. Shu kimdir mahallada nos chekyapti-da, mana shu ushlab olsam ambulatoriyaga admin qilaman. Hamma joy nos olib ketdi. Toroningdan qo'y yag'la. 86 nechi? Mana kelyapti. Ya, kelyapti. Yaqinda kelyapti mana. Qaytib o'yin o'ynaganlaringni ko'rmay, tushunishdingmi? Ruchkani zapas bilan burningga chertiyman. Katta bo'lganda ota-onani baqadigan bolalar bo'lishgan. Tushunishdingmi? Hozir uyga borasanlar, kitob o'qiysanlar. Qochmarsa kelyapti. Ya, hamma kam jo'ra, qayerga ketyapsan? So'raysiz, yaxshimisiz? Necha yildan beri o'qishga kira olmayman. Yana repetitorga ketaman. Cho'm internetga kirasanmi? Ha, Instagramga kiraman. Kirasan, ana qiyshanglagan figurasini maqtaganlarni ko'rasan-da, gunohni biton qilasan. Undan ko'ra UBS yangiliklarini ko'r mana. UBS universiteti yil brendi deb topildi. UBS universiteti AQSh va Koreyaning nufuzli oliygohlari bilan hamkorlik qilyapti. Talabalar o'qish amaliyotini chet elda o'tkazishi mumkin. Keyin ikkita diplomga ega bo'lishadi. UBS universitetining Namanganda 4 ta binosi bor. Toshkentda ham filiali bor. Hozirda 20 mingdan ortiq talabasi mavjud. Sen ham ashakka o'qishga kel. Shu mahallada kimdir nos chekyapti, hamma nos olib ketdi. Ishqib sen chekmaysanmi? Yo'q, rais bu. Qo'yag'i bilan o'lik deydi kelyapti. Gapirganingda. Nos chekmayman, rais bu.
Rosa bir nos chekadigan havo bo'lyapti. Bir chekim ber. Siz ashimi? Siz ashimi peshonga taqdir bitgan yuragimda. Shonu shuhratingga kirilma odam. Bir ambulatoriyaga admin qilib qo'yaman. Qayda tayyorlaringlar. Hammanglar zooparkka olib boraman. Dadasi meni olib borasizmi? Ha, mana pombarq kiyimlarni almashtirdi, chipa chiroyli bo'pchi. Xo'p. Mososiramasdan turinglar. Voy, ku sizga o'xshagan uyatchan ekan-a? Jinni. Voy, tavba, qaynonasini ham jinni deydim. Adasi, qaysi hayvon qidiryapsiz? Hojatxona qidiryapman. Ha. Tishlimi kuyov bola? Ah, tishli. Qidirgan joyingizni topdim. Yo'q, bo'ldi, kerak emas. Zooparkka birinchi kelishimi? Ha, qandashlarni ham eslab turish kerak-da, qayni? Ekonni nima qilyapsiz? Ha, oshna sizga o'xshagan gap tushunmaydi ekan. Men sizlarga hozir shunaqangi bir semiz, ish yoqmas hayvonni tasvirlab beraman. Yotaveradi, uxlayveradi, ish qilmaydi. Qaranglar. Eri ketgandan keyin cho'ntagini kavlab pulni oladigan hayvon. O'zi tili ilonga o'xshaydi. Qaynasiz qochib turing. Bu esa oddiy begemot. Zag'voylandiga, sherzor bo'ldi. Dada 2000 bormi? Nimaga? Hojatga borib kelay. Ana befarosatga olib chiq desam, olib chiqmabdi. 200 ming bor ekan. Ha, bering, 5-6 marta so'ramayman, quv shomanlaganda. Voy, kim menga valna xolodilligini olib keldi? Menda kuyovingiz. Voy, o'zim uyalchan kuyovimdan aylanay. Voy, Bu xolodillikning nomi Volna. Bu xolodillik o'zimizda O'zbekistonda ishlab chiqarilib, o'zimizning milliy brend hisoblanadi. O'zbekistonda istalgan hududidan topishingiz mumkin. Eng asosiysi hamyonbop. Ishonmasangiz so'rab ko'ring. O'zimizning brend Volna. Voy, kuyov bola, rahmat xolodilni olib berganingiz uchun. Xuddi bir kuyovingizga bitta narsa bergandek gapirasiz. O'zi ash to'y paytida sarpoga solgan bitta narsangiz bor. Ko'rsataymi? Sekinroq o'ynash, bugun uchrashuvim bor. Kallangga qo'yganlar nima keragi bor? Bu burnimga kelib qoldi. Uchrashuvim bor dedi bu. Unaqa menlari. Unaqa meni og'riydi. Jimtir, urmayman. Izi qolib ketdi-yu, qizim kechib bormasa bo'ldi. Ko'zing yo'laymi o'lgur, kulma, bilyard tosh kirib ketdi. 2 kunda qaytadi. Maskini necha marta aytaman, ko'p tavlamen deb. Yana sochingni qattiqqa yuvdingmi, qattiq deydi kelyapti. Qattiqqa yuvganim yo'q, mana xilin. Ha, o'lakanling tiqilib qoldi. Bilyardda ham mashina qilishuvding. Bugun Nargiz dadasi bilan ko'rishaman deydi. Yashamayli ekanda. Yo, kerak emas. Ha, jib turing. Ali, o'g'lim, gaymarit bo'lganmisiz? Ha, yo'q. Ya, burnimga uyga qurmay yo'lari bo'lgan. Ya, tennis o'ynardik, koptok kirib ketdi. 2 kunda qaytadi. Qayerda o'qiysiz o'g'lim? Ya, Andijondagi Robocopda 10 oy o'qidim. Keyin Toshkentdagi Turin Politexnik universitetiga 2-kursga qabul qilindim. Yo'q, biray. To'xtatring, arilar chiqarib yuboray. To'xtatring, ona ari qolib ketdi, chiqib ketsin. Ha. Turinni bitirsam 2 ta diplomga ega bo'laman. Bittasi O'zbekistonniki, bittasi Italiyaniki. O'qishni bitirsangiz ish nima bo'ladi? Ish hal. Universitet 2-kurs talabalarini o'zi ishga joylaydi. Qabul qilgan kompaniya keyingi yillik kontrakt ham to'lab beradi. Va vodiyliklar Andijondagi Robocopda o'qib qo'yaveramizmi deyman-da. Ha, mayli, qizim bilan bir gaplashing, yana bir kelasiz. Xo'p, o'g'lim. Mayli, men bo'lmasa boray. O jiyanlarim ko'pda, shirinlikdan olsam bo'ladimi? Ha, olavering. Aha. Zeytlerin gilasidan
ko'nglim to'lar soching tolisida. Mahallani mazgisini qoqib kelay. Qanaqa real yomon Stop. Biring Barsa zo'r, biring Real zo'r deb urushasan. Sen Barsamisan? Yutdingmi? Davay uyingga bigon bilan. Sen Realmisan? Realman. Yutkizdingmi? Davay uyingga bor. Sanlar bilan 11-da gaplashamanman. Barsani gaplashadigan gap qolmadi. Ana o'g'illar maktab tugagan nima uyiga hali ham bormayapti. Bitta qo'qitib qo'y. Barsa! Voy, Indirjit. Yaxshi. Assalomu alaykum Raisbay. Va alaykum assalom. Siz charchamayapsiz? Nima bola telefon berib qo'yding? Endi boshni og'ritmasin deyman-da. Ha, boshdan ortmasin, ha. Sen yoshligingda dadang hali guyut qutilarni tashab o'yin o'ynaganmi? Yelkalariga chiqarib, lalapola qilib, ot qilib o'ynaganmi? Bellariga chiqarib. Ol telefonni qo'lidan, mashlab qutulay deb telefon berib qo'yasanlar, ongini buzasanlar. Ol, o'yna billah. Qo'yag'i. Ya mahallaga ekinlarga nima suv kelmayapti desam, bu dahanani bo'yida urush bo'lyapti ekanda. Oz ambulatoriyaga admin qilaman. Ochasiz men so'rab qo'yaman. Nima bo'lyapti? Rais bu, mahallamizda 2 kundan beri suv yo'q. Mana odam suvni ochyapti. Bizning mahallaga ham suv borish kerak-ku, men vinam aytmasman-ku. Men nima qilishim kerak? 4 gektarga qulib berayotganman. Sug'orib bo'laman, keyin ochaman. O'zing tarafni yopasan, biz tarafni ochasan. Raisbay qo'ying, men sizga qo'l ko'tara olmayman. Iltimos chetga o'ting. Ochasan deyapman. Chetga o'ting, Raisbay iltimos. Menga qo'l ko'tara olmaysan. Yo'q, teya olmayman senga. Umuman teya olmaysan. Yo'q, teya olmayman. Chetga o'tir. Tayson, biz tarafni och.